28-aprel Xalqaro mehnatni muhofaza qilish kuni. Bu kun 2003-yildan buyon dunyo bo'ylab ish joylarida xavfsizlikni ta'minlashga bag'ishlanib kelinmoqda. Dunyo bo'ylab yiliga 2-3 million kishi ish joyidagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari oqibatida hayotdan ko'z yumadi. Sabab intizomsizlik va ishlab chiqarishdagi texnik talablarning buzilishi. Bu faqat statistika emas, yiliga 3 million inson hayoti haqida gap ketmoqda. Shu kabi baxtsiz hodisalar va avariya vaziyatlarini oldini olish maqsadida zavodimizning mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi guruhi tomonidan gazga xavfli, olovli, balandlikda ishlash va barcha murakkab turdagi ishlarni bajarishda amaldagi qoida talablarga rioya qilinishi ustidan nazorat olib boriladi. Har seshanba kuni mehnat sharoitlari bo'yicha 3-pog'onali tekshiruv barcha mutaxassislar ishtirokida sexlardagi holat baholanadi. Chorshanba bosh mutaxassis raisligida xavfli obyektlar tekshiriladi. Har bir kamchilik baholanadi va bartaraf etiladi. Xavfli ishlab chiqarish obyektlarida mehnat qilayotgan ishchi xodimlarga kerakli sharoitlarni doimiy ta'minlash maqsadida sexlarda 33 ta kiyim almashtirish, 110 ta yuvinish va qo'l yuvish, 5 ta umumiy oshxona va sexlarda 56 ta ovqatlanish xonalari, qadoqlangan ichimlik suvi bilan ta'minlash maskani, 240 o'rinli yotoqxona va 14 o'rinli mehmonxona faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi va mehnatni muhofaza qilish qonuniga asosan ishchi xodimlarga sut va sut mahsulotlari, maxsus kiyim-bosh hamda himoya vositalari beriladi. Bularning barchasi sog'ligimizni himoya qilish maqsadida. Zavod ishchi xodimlari ishga kelib ketishlari uchun barcha zarur sharoitlarga ega avtobuslar bilan ta'minlangan. Avtobuslar zavodning yo'l harakati xavfsizligi muhandislari tomonidan maxsus jihozlangan avtomashinada kuzatib boriladi va xavfsizliklari ta'minlanadi. 2025-yilda zavodimizning 3400 nafarga yaqin ishchi xodimlari tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Tibbiy ko'rik natijalariga asosan statsionar sharoitda shifoxonalarda davolanishga tavsiya qilingan xodimlarga dori-darmon va tibbiy xarajatlar uchun Kasaba uyushma qo'mitasi mablag'laridan shifoxonalarga ko'chirib berildi. Kasaba uyushma qo'mitasiga mehnat ta'tillari davrida sanatoriylarda sog'liklarini tiklashlari uchun yil davomida 600 ga yaqin ishchi xodimlar, Moxihosa, energetiklar, Chimyon, Oqtosh, Issiqsuv kabi 10 ga yaqin sanatoriylarda sog'lomlashtirildi. Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi xodimlari va kasaba uyushma bilan hamkorlikda tasdiqlangan chora-tadbirlarga asosan zavodda baxtsiz hodisa oqibatida jarohatlangan va vafot etganlar, koronavirus kasalligidan vafot etganlar ro'yxati shakllantirildi. 100 nafar xodimlar oilasi holidan xabar olish maqsadida 5 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari jamlanmasi tashkillashtirilib, tarqatildi. Xulosa shuki, zamonaviy mehnat muhofazasi bu faqat qoidalar yoki majburiyatlar emas. Eng avvalo, har bir inson hayoti va sog'ligi barcha boyliklardan azizroq va qimmatliroq ekanini anglashdir. Shu bois, xavfsizlik bu tanlov emas, balki eng oliy vazifamiz bo'lishi kerak.